pul chiqdi. Agar sizlarniki bo'lsa. 60 ming dollar. Ha, aka, tinchlikmi? Assalomu alaykum aka. Nima bu? Aka, tarpetga sechuvdim, ichidan chiqdi. Nimaligini ham bilmayman. Mashinani egasiligingiz uchun sizga beryapman. Aka, eslasangiz, sizdan 2 yil oldin Gentra olgan edim. Ha, bo'ldi aka, esladim. Tinchlikmi? Mashinaning ichidan pul chiqdi. Agar sizniki bo'lsa, qanchaligini aytsangiz, qaytarib bermoqchi edim. Ha. 2-3 mingmi, 5 mingmi? Qancha bo'ldi lekin yo'qotganman. Yo'q, aka, u sizni pulingiz emas ekan. Undan oldingi egasini qayerda turishini bilmaysizmi? Ha, o'zimga bering, o'zim olib borib beraman. Yo'q, o'zim olib borib beraman. Iltimos, menga manzilni bering. Esimda bor ekanmi? Farhodmidi? Samarqand darvoza tomonida turardi. O'sha yerlardan borib surishtirib olarsiz.